Assalomu alaykum qadrli opa-singillarlar. Siz ham somsa nachinkasidan qolgan suvni to'kib yuborar edingizmi? Bunday qilishga shoshilmang. Men o'zim ajoyib retseptim bilan bo'lishmoqchiman. Nachinkamizdan qolgan suvimizni isitib olamiz. Keyin dro'jja, tuz, un solib yaxshilab yumshoqqina mayin xamir qilib olamiz. Ozgina pista yog'imizdan qo'shib olamiz. Xamirimizni yaxshilab mushlab yarim soatga oshirishga qo'yamiz. Orada nachinkamizni tayyorlab olamiz. Piyoz, qo'y dumba yog'i, murch, paprika, tuz, ozgina yog'imizni qo'shib olamiz. Oshgan xamirimizni ozgina mushlab olamiz. Yana 10 minut oshganidan so'ng xamirimizni yoyib, ichiga sariyog' quyib olamiz. Sariyog'larimizni yaxshilab surib, piyozli nachinkamizni sochib olamiz. Xamirimizni gul qilib o'rab olamiz. Duxovka listimizni olib, xamirimizni yoyib olamiz. Keyin yuzlari sarg'ayib turgan tuxumimizni olib, patirimizga surib olamiz. Pichoq yordamida patirimizga iz tushirib chiqamiz. Keyin gaz pechimizga jo'natamiz. Piyozli nonimiz tayyor, yoqimli ishlar.